Assalomu alaykum. Anchadan beri video olmayotgan edik. Xudo xolasa bugun sizlar bilan videolarni boshlab oldik. Ikkita videomiz e'lon qilindi. Ko'rdingiz va izohlarga layklarni bosdingiz degan umiddaman. Chunki sizlarga manfaatli bo'lsin deb ikki qismga bo'lib, juda ham sodda tilda tushuntirib bera olganmiz deb o'ylayman inshaalloh. Endi keyingi videomiz. Juda ko'p atrofdagi yoshlar va shogirdlarimni kuzatayotgan bir narsam bor. Insonlarning juda ko'pchiligini o'ziga nisbatan ishonchi kamayib ketgan. Nima uchunligini bilmadim. Balkim boshqalarni ko'proq boyroq, boshqalarni ko'proq aqlliroq, o'zini esa ulardan ko'ra aqlli emasman, boy emasman, pulim kam, ishim yo'q, shunga o'xshagan gaplar bilan o'ziga nisbatan ishonchini doimo sindirib borishadi. O'zi aslida bugun sizlarga sanab bermoqchi bo'lgan narsalarim orqali ham ishonchingizni orttirishingiz, agarki bularni teskarisini qilib kelayotgan bo'lsangiz, o'z-o'zidan ishonchingiz yo'qolib ketgan bo'lishi ham hech gap emas. Bizda lekin afsuski bir narsa bor, insonni o'ziga nisbatan ishonchini, uni ko'proq baqirishi, uni ko'proq so'kishi, uni ko'proq qo'pol munosabatda bo'lishini shunday deb ko'ramiz. O'zi aslida o'ziga nisbatan ishonch sizni ko'p qo'pol gapirishingiz, baland gapirishingiz, so'kishingiz bilan emas, qaytanga odob bilan turishingiz, xotirjamlikni tutib tura olishingiz, o'zingizni atrofdagi insonlarni qanday sizga nisbatan salbiy fikr bildirsa ham o'zingizni og'ir bosiqligingizni ushlay olishingiz bilan ko'rsatib berishingiz mumkin bo'lgan narsalardan biri. Shuning uchun o'zingizga nisbatan ishonchingizni zo'r qilib oshiradigan 10 ta odat haqida gaplashamiz va bu 10 ta odatlarni hayotingizga kiritib kelar ekansiz, hayotingiz yaxshi ma'noda o'zgaradi degan umiddamiz. Birinchisi, hech narsani kechiktirmang. Aytishingiz mumkin, Abdulaziz aka, men darsga kech qolib boraman, ishga kech qolib boraman. Bu kechikishni o'zimga nisbatan ishonchga nima ta'siri bor? Siz agarki biror bir narsani kechiktirar ekansiz, keyingi safar qilmoqchi bo'lgan paytingiz ichingizdagi o'zingizni ovozingiz sizga aytadi: sen buni qila olmaysan yoki baribir kechikasan yoki bo'lmasa to'laqonlik qila olmaysan, chunki sen doimo bir narsani boshlamoqchi bo'lsang kechikib yurasan degan ishonchsizlik bo'ladi ichingizda. Agar ichingizdagi meningizni ishonchini bomba qilib ola olmas ekansiz, atrofdagi sizga kelayotgan ishonchlarni birortasini sizning ichingizdan kelayotgan ishonchga ta'siri bo'lmaydi. Shuning uchun avvalambor ichingizdagi o'zingizga nisbatan ishonchingizni zo'r qilishlik uchun sizga tavsiyam, hech narsani kechiktirmangki, ichingizda hech narsani kechiktirmaysan, hammasini o'z vaqtida qilasan degan ishonch bo'lsin. Bu bo'lishi mumkin sport, bu bo'lishi mumkin kitob o'qish, bu bo'lishi mumkin sayohat qilishlik, shunga o'xshagan narsalar. Siz doimo kechiktiraverganingiz sari, bu narsani qilmayotganingiz sari o'zingizga nisbatan ishonchingiz va keyingi ishlaringizga nisbatan harakatingiz anchagina kamayib boradi. Ikkinchisi, o'zingizni past ko'rmang, o'zingizni kamsitmang. Shunday so'zlar bor, agarki siz u so'zlarni biror bir do'stingizga, birorta bir yaqiningizga aytadigan bo'lsangiz, u so'zlarni eshitgandan keyin sizni oldingizga hech qachon qaytib yaqinlashmaydi. Nima uchun desangiz, sababi sizdan juda ham qalbi og'riydigan, dili og'riydigan gaplarni eshitgan. Xuddi shunday gaplarni oynaga qarab hech qachon o'zingizga nisbatan aytmang. Sen odam bo'lmaysan, sendan itam chiqmaydi, sendan usan, sen bo'lsan, sen itni orqa oyog'isan, shunga o'xshagan juda xunuk gaplar bor va bu xunuk gaplarni birovga aytishingiz taqiqlangan bo'lgani kabi o'zingizga nisbatan ham aytilishligi taqiqlangan bo'lgan gaplar. Yo'q, sen qila olasan, sen albatta uddalaysan. O'tgan safar o'xshamadimi? Albatta bu safar o'xshaydi degan ishonch bilan harakat qiladigan bo'lsangiz, o'zingizga nisbatan ishonchingizni zo'r qila olasiz degan umiddaman. Uchinchisi, hasad qilmang, ilhom oling. Juda ko'p insonlar Instagramda yoki bo'lmasa TikTokda, YouTube'da muvaffaqiyatli insonlarni ko'ramiz. Qo'shnimiz mashina sotib olishi mumkin, yaqin do'stimiz uy sotib olgan bo'lishi mumkin. Har bir insonni bizdan ko'ra yaxshiroq hayot kechirayotganini ko'rgan paytimiz ichimizda ikki xil tanlov bo'ladi. Birinchisi, hasad qilishlik. Men rozi emasman unaqa bo'lishiga, nimaga unaqa bo'lib ketyapti, nimaga zo'r bo'lib ketyapti, qolib ketyapman deb uni yomon ko'rib turib o'zingizni yaxshi ko'rib ketishlik. Ikkinchisi esa ilhom olishlik. Bu qanday bo'ladi desa, siz bilan birga yo'lga chiqqan sinfdoshingiz, siz bilan bir xil ta'lim olgan yaqin do'stingiz, ikkalalar ham bir xil ketyapsizlar. Demakki, bu do'stingiz manfaat ko'proq bo'lib, ko'proq yutuqlarga erishayotgan bo'lsa, demakki bu ayrim to'g'ri qarorlar qabul qildiki, buni muvaffaqiyatli bo'lish osonroq bo'ldi. Sizni ayrim noto'g'ri qarorlaringiz va noto'g'ri qadamlaringiz bo'ldiki, siz muvaffaqiyatga keyinroq erishishga ketyapsiz yoki bo'lmasa siz erisha olmayapsiz. Shuning uchun uni olayotgan muvaffaqiyatlarini, uni erishayotgan yutuqlarni ko'rib turib, undan ilhom olgan holatda maslahat so'rab, hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishni tavsiya qilgan bo'lardimki, hasad qilib emas albatta. Vujudingizni sport bilan fit shaklga olib keling. Fit nima deganisi? Fitness degan so'z bor, bilasiz. Fit degani inson o'zidagi vujudini mukammal darajada chiroyli va qomatini tekis qila olishlik.
Bu fit daraja, ya'ni bir insonni vujudi qanchalik qomatga kelishgan va to'laqonli bir insonga yarashadigan qomatga ega bo'ladigan bo'lsa, mukammal qomatga ega bo'ladigan bo'lsa, u fit shakliga kelibdi degan tushuncha bor. Aynan mana shunday fit shakliga keltiring vujudingizni. Bu ya'ni sport bilan shug'ullaning, fit shakliga keltiringki, har safar birorta bir kiyim kiygan paytingizda, gap bor, qop kiysam yarashadi deydigan. Aynan sizni vujudingiz chiroyli qomatga ega bo'lar ekan, qop kiysangiz ham juda chiroyli turaveradi sizga. Aynan mana shuning uchun ham o'zingizga nisbatan ishonchingiz zo'r bo'lishi uchun ham qomatingiz chiroyli bo'lishi albatta muhim. Keyingisi, ko'p kitob o'qing. Ko'p kitob o'qigan inson aytayotgan gaplari ma'noli. Atrofdagi insonlarning hammasi uni fikriga juda ham ko'p qiziqqan va eng asosiysi aytayotgan gaplarini hujjat va dalili bilan keltirayotganligi uchun ham boshqalardan ko'ra aqlliroq va boshqalardan ko'ra yaxshiroq inson hisoblanadi. Bu esa uni o'ziga nisbatan ishonchini oshiradigan eng go'zal narsalardan biri. Shuning uchun hayotingizni 24 soatini hech bo'lmaganda 1 soatini albatta kitob o'qishlik uchun ajratishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Sifatli va yaxshi kiyim kiying. Sifatli kiyim kiyishlik, yaxshi kiyim kiyishlik, chiroyli kiyim kiyishlik avvalambor oynaga qaragan paytingiz o'zingizga nisbatan, atrofdagi insonlarni sizni ko'rgan paytida sizga nisbatan ishonchini zo'r orttiradigan narsalardan biri. Shuning uchun doimo chiroyli va sifatli kiyim kiyingki, atrofdagi insonlarni ham, o'zingizni ham, o'zingizga nisbatan ishonchingiz juda yaxshi tomonga o'zgarsin. Keyingisi, nutqingizni ravon qiling. Bir inson gapirar ekan, gapirayotgan gapi ko'p kitob o'qigan bo'lsa, vujudi zo'r bo'lsa, chiroyli kiyimlar kiygan bo'lsa, hammasi zo'rda, lekin nutqi juda ham dabdala. Nutqini gapirayotgan paytida odamlar juda ham zerikadi. Nutqini eshitayotgan paytida u yoqdan bu yoqdan gapirganligi uchun tembrni yaxshi baland, past qilib tushira olmayotganligi uchun juda ham zerikarli insonlardan biriga aylanadi. Bu esa sizni hammasini zo'r qilyapman, nima yetishmayapti, nimaga odamlar mana gaplarimga mahliyo emas yoki bo'lmasa o'zimga nisbatan wow deb aytishmaydi deb o'ylayotgan paytingiz aynan sizniki eng katta muammolardan biri nutqingizni xunuk ekanligida bo'ladi. Shuning uchun bu bo'yicha ustozlar bor O'zbekistonda yoki bo'lmasa internetlarda ham topishingiz mumkin. Nutqingizni chiroyli va ravon qiling va insonlarning atrofida yoqimli insonlardan biriga aylaning. Keyingisi, o'zingizga investitsiya qiling. O'zingizga investitsiya qilib boring. Bu kurslar bilan, til bilan, sayohat bilan, kitoblar bilan va sizni yanada mukammal va yanada yaxshi inson bo'lishingiz sababchi bo'ladigan hamma narsa bilan o'lchanadigan narsa. Bir inson o'ziga nisbatan investitsiya qilishni o'rganar ekan va bir inson o'ziga nisbatan investitsiya qilishni bilar ekan, uni hayoti albatta bosqichma-bosqich yaxshi tomonga o'zgarib ketaveradi. Kam va sekin gapiring. Kam gapirishlik insonlar oldida sizni harakatingizni ko'p ekanligi va sizni muvaffaqiyatli insonlardan biri bo'layotganingizni eng katta belgilardan biri. Bir inson ko'p gapirsa-yu lekin harakati nolga teng bo'ladigan bo'lsa, uni gapini bir tining ahamiyatiga ega emas. Bir insonni harakatlari va muvaffaqiyatlaridagi natijalar ko'p bo'lsa, ammo oz gapiradigan bo'lsa, bu inson doimo eng yaxshi insonlar qatorida pog'ona oshib ketaveradigan insonlar turiga kiradi. Shuning uchun sizni gapirayotgan gapingizni ko'pligiga qaraganda qilayotgan muvaffaqiyatlaringizni ko'pligi bilan balans ushlashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Eng oxirgilardan biri faqat kerakligicha ovqat yeng. Siz ovqat yerkansiz, oshqozoningizni 3 ga bo'lishingizni tavsiya qilaman. Bundan avvalgi ko'rsatuvda ham eslatib o'tib ketgan edim. Bir qismi suv bilan to'lsin, bir qismi havo bilan to'lsin, bir qismi ovqat bilan to'lsin. Mana shunda siz to'g'ri hayot va to'g'ri sog'lom hayotida kechira olasiz. Ortiqcha ovqat yeyishlik, ko'p ovqat yeyishlik sizni avvalambor ortiqcha vaznga olib keladi. Ortiqcha vazn qonni quyishlikka olib keladi. Qonni quyilishi esa sizda dangasalik va lanchlikni olib keladi. Dangasalik va lanchlik esa sizni birorta bir ishni to'laqonli qila olmasligingizga olib keladi. Shuning uchun hayotingizni mazmunli va xayrli o'tkazish uchun sizga eng katta tavsiyalarimdan biri kerakligicha sizni semirtib yubormaydigan darajada ovqat yengki, hayotingiz ham yengil va go'zal o'tsin. Agar sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa va hayotingiz mana shu videodan keyin ozgina bo'lsa ham yaxshi tomonga o'zgarayotgan bo'lsa va bunga o'xshagan yanada go'zal videolarni ko'rib borishni niyat qilayotgan bo'lsangiz, bizga podpiska tugmasini bosib qo'ying, obuna bo'ling va eng asosiysi like va izohlarda o'zingiz haqingizda va bu video haqida fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Salomat bo'ling.